Yo, Buxoro kutilmagan yangilik. Bizada birinchi marta Buxoro shahrida kadastri bor xonadonlarni rastrochkaga sotuvi boshlandi. Hatto eshitmayapsizlar, mana qurilish yakunlangan tayyor domdan 12 oygacha rastrochkaga xonadon olsangiz bo'ladi. Bu uchun ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Ro'ppa rosa 1 yil oldin sizlar bilan birgalikda shu joylarda hech narsa yo'q edi. Video boshlagandik. Uje xonadonlarimiz bitishni boshladi. Kadastrlari chiqdi. Bu yoqda detisk plashatkalarga bitta baho berasiz. Endi esa bitta tashqi tomondan ham ko'ramiz. Namozgoh City'ni qurilishi davom etyapti. Shahar ichidagi shaharcha loyihamizni kiraverish qismi to'liq zakritli zona, qo'riqlash joyi bo'ladi. Bu yoqqa kiradigan, chiqayotgan mashinalar qanaqa mashina kiryapti, nima uchun kiryapti, bu yoqda o'zini joylari bo'ladi. Kameralarimiz, shlagbaumlarimiz, qorovul xonasi hammasi tayyor. Hozircha bu yoqda ixchamgina parkovka. Birinchi domimiz to'liq foydalanishga topshirildi. Ikkinchisini ham tez orada yaqin oylar orasida topshiramiz. Bu yoqda bunaqa detisk plashatka, o'zi eng kichkina detisk plashatkamiz bu. Ichkarida kelajakda bunaqa detisk plashatkalardan 2-3 barobar kattasi bir nechta bo'ladi, xudo xohlasa. Shahar ichidagi shaharcha qulayliklarini sanashdan oldin birinchi sizlarga to'lov usullari haqida tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bizada hozir rastrochkaga xohlasalaringiz tayyor xonadonni 60% ni boshlang'ich to'lov qilib berasizlar. Qolgani 12 oy davomida bo'lib berishlaringiz mumkin. Kaliti topshiriladi, sizlarga nomlaringizga ham оформление qilib beriladi. Undan tashqari, xohlasalaringiz agar subsidiyaga ham, ya'ni kreditga ham biz chiqarib beryapmiz xonadonlarni. Undan ham tashqarisi, xohlasalaringiz agar boshlang'ich где-то 50 milliondan 100 milliongacha to'lov bilan qolganini uzoq muddatli rastrochkaga qurilishi davom etayotgan xonadonlar, ya'ni qachon qurib bitkazilishi aniq, chislasi belgilangan. Masalan, hozir ko'rib turgan domimiz o'zi aslida 26-yilni o'rtasiga borib berilishi kerak edi. 26-yilni boshi bilan bo'ldi. Planga nisbatan qo'yilgan, belgilangan chegaraga nisbatan tez bo'lyapti xonadonlarimizning qurilishi. Yonidagi dom esa 26-yilning oxiriga topshirilishi kerak edi. Uje 2 oyga qolmasdan 26-yilning o'rtasiga borib ikkinchi domni ham topshiramiz. Ana shunaqa hammasi aniq belgilangan muddatlarga qurilish yakunlanadigan domlarimizdan uzoq muddatli rastrochkaga xonadon xarid qilishingiz mumkin. Endi esa qurilishimizni oldidan borib bitta kachествosiga baho berasizlar. Loyihamizni nima uchun o'zi shahar ichidagi shaharcha deyapmiz? Chunki ichida o'zini bog'chasi, maktabi, o'quv markazlari, qaranglar, do'konlari, ko'ngilochar joylari, fitness zallari, restoranlari, guzarlari, hamma sharoiti ichida bo'ladi. Bu joydagi o'sha hamma xizmatlardan ichidan chiqmasdan turib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda foydalanishga topshirilgan holatdagisini bitta baho beringlar. Kiraverish eshiklari ham zo'ridan, kirganda esa mana shunaqa chiroyli shinam podez kutib oladi sizlarni. Liftlari qilingan, oyoq tagiga chiroyli ishlovlar berilgan, liftlarimiz ham ishlab turibdi. Agar sizlar xohlasalaringiz, agar qurilishi davom etayotgan xonadonlarimizdan uzoq muddatli rastrochkaga olsalaringiz, ta'mirlab ham berishimiz mumkin. Bu esa hozirgi kundagi tayyor ta'mirlangan xonadonimiz. Shunaqa proyektdan bizda naqdga sotuvda bor. Kirishlaringiz bilan mehmonxona bo'ladi. Korobka holatda turibdi, o'zlaringizga moslab ta'mirlab olasizlar. Agar kelishib bilsak, o'zimiz ham ta'mirlab beramiz. Prixoshkalarga chaqilingan. Bu yoqda razdelni holatdagi sanuzul xonalari. Bu yoqda esa yotoqxonasi bo'lyapti. Hozirgi mana shu proyektimiz adashmasam 68 kvadrat bo'lishi kerak. 2 xonali, bu yoqda oshxonasi va o'zini ochiq balkonlari ham mavjud bo'ladi. Mana shunaqa holatda. Endi esa qurilishimizni o'zidan bitta ko'ramiz. Qurilishimiz mana shunaqa juda ham jadal ketyapti. Umumiy hisobda 10 dan oshiq brigada ishlayapti kecha-yu kunduz. Shu uchun biz belgilangan plandan ancha oldinda biz shunaqa tez qurilayotgan bo'lsa, kachествоsi, ya'ni sifati qanaqa bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Biz sizga birinchi kelib, bizani qurilishimizdagi sifatni, ishlatilayotgan armaturani, betonni, katlavan ishlari qanaqa jarayonlardan o'tayotganligini kelib ko'zingiz bilan guvohi bo'lishingizni tavsiya etamiz. Ishonch hosil qilganingizdan keyin bizani kachествомizga, ya'ni sifatimizga keyin xonadon xarid qilishingizni tavsiya etib qolamiz. Shu uchun qo'rqmasdan kelinglar, ko'ringlar. Ekrandagi raqamlarga qoldirib o'tyapmiz. Bog'laninglar, sotuv bo'limimiz bilan sizlarga narx-navolari, muddatlari haqida to'liq ma'lumotlar berilgandan keyin kelib qurilishni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib, keyin bizlar bilan shartnoma qilib bemalol xonadonlarni xarid qilinglar. Unutmanglar, xonadonlarimiz soni cheklangan. Buxoro shahri bo'yicha bunaqa katta loyiha hali beri bo'lgani yo'q. 1200 ta xonadon bo'ladi. Shundan 50% dan oshig'i sotib bo'lingan, ya'ni sizlarga o'xshagan mijozlar rastrochkaga 100% lik to'lovlar bilan xarid qilib bo'lishgan. Sizlar ham o'z xonadonlaringizni band qilinglar. Tezda ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Modern House bu sifat hamda ishonch.
O'zbekistonda ko'chmas mulk bozori keskin ravishda o'zgarishni boshladi. Bularning barchasiga sabab yangi qabul qilingan qonunlar va to'lov tizimini o'zgartirilganligi. Shu paytda ko'pchilik tushunmayapti, xonadon xarid qilish kerakmi yoki-da yo'qmi? Bunaqa vaziyatda qanaqa qonun qabul qilinishidan yoki-da qanaqa tizim joriy qilinishidan qat'iy nazar eng yaxshi va eng to'g'ri tanlov qo'llaringizdagi pul, ya'niki imkoniyatlaringiz yetgan pulga ko'chmas mulk, ya'niki xonadon xarid qilish to'g'ri tanlov. Orqamda esa namozgoh City loyihamizni foydalanishga topshirilgan birinchi blogi. Ushbu blogimizda xohlasalar subsidiya yoki-da naqd pul asosida 12 oylik muddatga rassrochkaga tan narxini o'zini bo'lib to'lash evaziga xonadonlik bo'lishlaringiz mumkin. Yoki-da boshlang'ich 50, 60 yoki-da 100 million so'm to'lab, orqamdagi qurilayotgan va qachon foydalanishga topshirilishi aniq belgilangan bloglarimizdan uzoq muddatli rassrochka evaziga xonadon xarid qilishlaringizni tavsiya berib qolgandik. Bu eng to'g'ri tanlov. Pastda esa sotuv bo'limiz nomerlarini qoldirib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, anchadan beri xonadon xarid qilishni yoki-da nima qilish bilmay yurgan tanishlaringizga uzatib qo'yinglar.